Yana bitta sizga savol ko'p shunaqa menga telefon qilib so'raydigan kivi ko'chatlarni kattasi kerak, tezroq hosil beradigan. Nima deysiz shu sanga? Endi kivi ko'chatlarning kattasi, masalan, mana o'zimizni o'zi birgalikda ko'rganmiz, kuzatganmiz buni. Tajribamizdan kelib chiqib, kivi ko'chatlarning kattasini odamlar tezroq maqsadga erishish uchun mevasini Assalomu alaykum hammaga. Bugun 4-fevral 2026-yil. Biz Namangan viloyati Chimchi tumanida ustozimiz Jamoliddin akani uylarida. Mana. O'sha o'zi ana kivilarni xomtok deyiladi, abreska qilyapti-da. Abreska. Ha. O'zi boramiz yonlarida. Assalomu alaykum, Jamoliddin aka, qanaysiz? Yo, alaykum assalom, Anvarjon, keling. Salomatligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat, o'zingiz yaxshimi, tinchmi? Ha, rahmat. Voha tarafda tinchmi hamma yor? Tinch. Voha tomonga kelgansiz, mehmonlar. Charchamasdan. Rosa ish paytida ko'rdik sizlarni. Ha, xudo xolasa mana ekan. Ha, bugun mana endi chisla ham 4-fevral, ha? 4-fevraldan 26-yil chorshanba kuni. Endi mana bugundan boshlab O'zbekistonning ko'p joyida ob-havo juda yaxshi bo'lyapti. Endi bemalol mana kivilarni uzumlarni abreska qiladigan o'zi davr kelib qoldi. Shunaqa. Endi biz ham shu vaqtdan foydalanib turib, endi shularni bir kesamiz degan harakatda yuribmiz endi. Sizga bitta savol, mana bular nima uchun qilingan? Mana o'sha kivilarga bog'lab qo'yildi. Bularni Anvarjon воздушный отводка deydi. Shu holatda tomir o'tirish uchun bu narsani qilingan buni. Tomir o'tirish uchun. Buni ichida o'sha 100%lik eng o'sha oliy sortlik torf bor. Chet eldan kakao-suvi torf. Shuni nimasini etini kesgan holatda shu ozgina karnavindan doridan surtalib, shunga bog'lab qo'yilsa, bu 6 oygacha vaqt ichida bu tomir otadi bu. Demak, yarim yil. Ha, yarim yil. Endi o'zidan kelib chiqib sharoitiga qaraganda 25 kundan boshlab 45 kun, 55 kun, uzog'i shu 60 kun, 6 oy ichida bu o'zi tomir otadi bu narsa bu. Endi buni bitta afzallik tomoni borki, masalan, mana shu novdanmiz hozir 2 yillik yoki 3 yillik bo'lishi mumkin endi shu. Bo'ladigan bo'lsa, buni asosan 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik novdaga qilinadi buni. Kaltakka qilinadi buni. Endi bundan chiqqan ko'chat sirazi 3 yoshli ko'chatga aylanadi bu. 3 yoshli ko'chatga aylanib qoladi bu. Воздушный отводка deyiladi. Ha, воздушный отводка deydi. Masalan, mana hozir mana shu meva qilyapgan bo'ladigan bo'lsa, ekilganidan keyin 1 yil to'xtashi mumkin. Yerga yaxshi moslashgandan keyin 3-yildan bu meva qilib ketishi mumkin mana shu narsa. Ha, tushunishim bo'yicha mana bu chiqargandan keyin kesiladi, bu yoqdan o'sha yerga ekiladi. Yerga ekib qo'yiladi, 1 yil to'xtashi mumkin. Yerga shu moslashgandan keyin mevaga kirib ketishi yaxshi bo'ladi buni. Shuning uchun mashg'ulotda ko'paytirish bitta yo'li bu ham bitta. Yaxshi elga samarali yo'llardan bittasi bo'ladi buni. Sortlari endi nima ekan bu? Bu Haywardmi? Bu asosan bu Hayward Anvarjon. Mana endi oldindan odamlarga tushuntirib qo'yishim kerak sizni. Hurmatli ko'ryapgan odamlar, birinchi o'rinda bilib olaylik, mana shu Anvarjon mana shogirdim bo'ladi. O'zlari Buxoro viloyati, Buxoro tumani Anvarjon. Buxorodan bu kishi shogirdlar kivi bo'yicha mutaxassis bu odam. Qalamchadan ham ko'paytirayotganlar, payvand qilib ham har yo'li bilan ko'chat olayotganda bu Anvarjon aka Buxoroda kivi bo'lar ekan degan haligi nima deydi? Ishonch hosil qilib bemalol osona bo'laveradi. Bu kishida qolmaganda men berib turaman, u tarafini ham aytib qo'yay buni. Endi savol beradilar-da menga. Ha, savol berishadi. Siz blogermisiz? Yo, siz misol uchun olib sotarmi? Keyin men tushuntiraman. Yo, u kishi Jamoliddin aka ustoz bo'ladi, shu sohada o'sha o'rgatgan, payvand qilishni, nima qilishni. Endi siz hozir o'sha ochiq qo'yib aytdingiz. Shubha bo'lmasin. Anvarjon bloger emas, faqat endi o'zimiz uchun alga bir nima bo'ladi xolos endi. Endi mana shu bugun mehmonga keluvdilar. Endi dabdurustdan mana hozir abreska qilyapgan paytimlik uchun mana endi hozir ozgina bir foydalanib qolaylik, bir mazmunli video bo'lsin aka deganlarga shu videoni endi chiqaryapmiz sizlarga. Hech qanaqa shubha uyg'otmasdan bemalol ko'chat sotib olishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, mendagi bor narsa Anvarjondagi bor narsa bo'ladi. Ha, bo'y baland ekan, sizniki 5 metrgacha borgan ekan. 5 metrgacha qaranglar. Mana shunchalik. Bu Anvarjon bu kivilarimiz bilasizmi, mana hozir yoshi ham bu yaqin bir 20 yoshga borib qoldi bu ko'chatlar. Ha, katta ekan. O'tdi, u narigilar 25 yoshli gold kivilarimiz bor. Shu hamma shu sortdagi kividan bor. Endi mana hozir
o'zi ham sortlarimiz bir 30 Necha xil sortlaringiz bor? hozir 30 xildan o'tdi hozir sortlarimiz. Sortlar ham ancha Ha, ko'p sortlari ekan. bor. Xudo xohlasa hamma sortdan bor endi. Qizil, So'ragan siyoh rang. qizil sorti Svetofor. bor, ha, gold sortlari bor, ha, shu tepasida tuki yo'q lesi sortini hamma sortidan bor, ha, siyoh rang kivilar bor, Tukli, tuklisiz. tuklik, tuksiz, har xil sortlardan bor ularni. Endi hozir shu Hayward singari kivi o'rtasida qizili bor. Shu kivilar ham bor. Ha, kesgandan keyin. Kesganni o'rtasida qizili bor, ha, shu kivilar ham bor. Ha. Tepasi pomidorga o'xshagan qizil sortli kivilar ham bor. Mana o'zingiz ham bilasiz-ku kivilarni borligini. Shu kivilardan ham bor mana. Sizda sotuvda ko'chatlari bor chiqishi Ha. mumkinmi yoki shu Yo'q, chiqishi oz miqdorda chiqishi mumkin. Endi bu o'sha ayrim sortlar yangilik bo'lganligi uchun endi haligi nima deydi, yetkazib bo'lmayapti. Endi Xudo xolasa nasib. harakat qilyapmiz endi shu. Endi odamlar savol berishi o'sha odamlarga, telefon ha, orqali deyishsin. qanaqa bo'ladi, bormi, nechi pul, endi o'shani ham aytib bir Yo, endi pulida endi qisqacha nima o'sha deydi, obzor qilib, pulida endi hisoblar oz-moz farq qilishi mumkin. Biz ko'chatlarni bilasiz, 1 yil boqqandan keyin kamida yozning chillasini ko'radi, qishni chillasini ko'radi, undan keyin sotamiz. Mana xabaringiz bor, o'zingiz ham mana ishlab yurgansiz. Shuning uchun ozgina farq bo'lishi mumkin. Katta farqi bor endi ko'chatlarni. Qolgan joylarni ham ko'rib, Ha, bemalol mana hozir bemalol olsangiz bo'ladi. Mana gold bo'pti, hozir sortini, o'sha kamerani olaylik. gold Endi sortini ko'rsating. bir o'zimiz, endi Ularga, uzr deymiz. Endi yordamchimiz haligi Yovuzada kamera o'zim olyapman, o'zim gapiryapman. Mana Mana bular mana shu eng katta shu haligi gold sortli kivi shu bo'ladi mana. gold sorti Ha, bular. gold sortli kivi shu bo'ladi mana. Afsuski endi hozir haligi mevalari ham tugagan paytligi uchun endi hozir quruq daraxt ko'rsatishga endi majbur bo'lyapmiz-da mana. Mana sortimiz Anvarjon o'sha Bruno sorti mana shu. Bruno sorti, bu Bruno sorti va. Aha. Bu Bruno sorti mana shu. Qolganlarichi mana bu yoqda ham ekan. Mana o'sha kivini erkaga bo'ladi, Matova degan sorti bu. Matova degan sorti bu. Changlatuvchi, Bu changlatuvchi bu meva bermaydi. Faqat gullaydi, gullagandan keyin buni vazifasi tugaydi. Yili ham ancha kattalashgan ekan, bu ham baland ekan, bir 6 metr, 7 metrgacha ketgan. Mana taglarini ham ko'rsatsangiz bo'ladi, juda katta bo'lib ketgan bu haligi 100 lik truba deydimi? Shunaqa o'sha 100 talikdan o'tgan-ku, qalin ekan-da mana. 100 lik trubadan o'tgan, yosh kattada bu kivilarni bularni. Yosh katta. Mana buni ham ko'rsating. Mana bu kivi gold sortida ham ikki xil sort bo'ladi-da. Mana shu gold sortini ikkinchisi bu. Iskana payvon bu iskana payvand bo'lgan, mana bu yerda. Iskana payvand qilingan mana. Ko'k kiviga. Ko'k kiviga buni gold sortli shu kivini payvand qilingan buni. Bu kivi gold kivi bilan narigi kivini farqi, narigi gold kivi ertaroq pishadi. Bu sal bir haftadan keyin bu pishadi bu. Gullashda ham farqi bor buni. Mana o'zi polni obzor qilaman. Mana yerda mevasi ham bor, ko'rsating mana mevasini ham. Mevasi ham qo'lib ketibdi mana. Bu Haywardmi? Nimalar bular? Bu Hayward kivi bu mana. Mana. Bu Hayward kivi mana. Mana hozir pashti. Bo'ldi. Fevral oyi bo'ladigan bo'lsa, 4-inchisi mana 4-fevralgacha meva bor. Hozirgacha. Juda bir chiroyli. Endi mana shu kivilarimiz. Ancha baland ekan-da kivilar. Kivilarimizning yoshiga qaraganda balandligi ham bor. Mana shu bizning so'ri stoykasini o'zi 5 metrdan yuqori chiqadi mana shu turgan. 5 metrdan yuqori. 5 metr yuqori chiqadi mana shu o'zi balandligi. Endi sizga bitta savol, o'sha bitta erkak nechta ayolni changlatadi? Ko'chat ekyapganda, aslini olganda, masalan, bir dona erkaga, bir dona ayol ekiladi, bitta oila bo'ladi Anvarjon. Juft. Juft bo'ladi. Endi agar undan ko'proq ekiladigan bo'lsa, O'zbekiston sharoitida, masalan, har bir qishloqda, viloyatda, tumanda sanoqli kivi bor. Kivichilar bor-da. Endi shuning uchun masalan mana Turkiyada, Eronda, o'sha katta Malayziyada, nimalarda, Yangi Zelandiyalarda u yerda bu ko'proq ekiladi. Shuning uchun u yerda buni 5 dona ayolga 1 dona erkak qo'yiladi.
Endi biz O'zbekistonda deyarli yo'qligi uchun buni 3 dona yani ayoliga 1 dona erkak ekiladi buni. Maksimum 3 ga 5 ta 1. ekanda bu. Yo'q, maksimum emas. 3 ga 1 ekiladi. Ha. 3 ga 1, 2 ga 1 ekiladi. Sababi mevasini katta qilish uchun erkak O'zbekiston sharoitida. O'zbekiston sharoitida. Endi bizda ham kelajakda ko'payib ketgandan keyin 5 taga bitta, 8 donaga 1 dona erkak qo'yishsa bo'ladi. Lekin hozirgi paytida 3 donaga 1 dona erkak ekish shart lekin. Shunda chaylanish yaxshi bo'ladi, mevasini kattaligi, kalibri yaxshi chiqadi. Sal uzoqdan hozir polnis o'sha obzor qilib ko'rsatay mana. 5 metr, 6 metr balandlikka borgan mana. Uch tomonlar kivilar. Mana hozir o'sha obreska jarayonga ketyapti. Xudo xohlasa bahorda o'z miqdorda ko'chatlari bo'lishi kerak. Ha, bo'ladi xudo xohlasa. Martlarda. Endi bizda aslida Orjon bilasiz, ilgaridan yil 10 ko'y bizda ko'chat to'xtamaydi. Qishda, yozda, kuzda libo payt bizda ko'chat bo'ladi. Faqat ko'chatlarimiz o'sha stakanda bo'ladi. Libo payt ikkitalar bo'laveradi. Faqat ekayotganda ko'proq ekuvchilar 3 ga 1 ekish kerak. O'zbekiston sharoitida. Kelajakda keyin bizda ham ko'paygandan keyin 5 donaga 1 dona erkagini qo'ysa bo'laveradi bemalol. Yana bitta sizga savol. Ko'p shunaqa o'sha menga telefon qilib so'rayotgan kivi ko'chatlarni kattasi kerak, tezroq hosil beradigan. Nima deysiz shu sanga? Endi kivi ko'chatlarning kattasi, masalan, mana o'zimizni mana o'zi birgalikda ko'rganmiz, kuzatganmiz buni. Tajribamizdan kelib chiqib, kivi ko'chatlarning kattasini odamlar tezroq maqsadga erishish uchun, mevasini tezroq olish uchun qiziqishadi buni. Shunday. Endi kattasini nima demoqchiman? Tavsiya bermayman kattasini. Birinchi o'rinda ko'kattirib olish qiyin bo'ladi. Ha, xo'p. Ikkinchi o'rinda shu 1 yoshli ko'chat bilan birgalikda 3-chi, eng erta qilsa 3-yilda qilib bo'lsa 4-chi, 5-yilda hosil beradi. Ha, tushunarli. Beradi. U yoshidan qat'iy nazar kivi 4-chi, 5-yilda hosil beradi. Kichigina olish kerak ekanda ko'chati bo'lsa. Farqi yo'q uni. Endi masalan kattarog'i sal qimmatroq bo'ladi. Mana meni ham o'zimda bor, puli ham qimmatroq bo'ladi. Lekin meva qilishi shu 2 yoshli bilan bir xilda bo'ladi. Endi bu balki subtropik narsa bizni O'zbekistonni nima deydi, ko'chat emas bu. Shuning uchun bu hali o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib hali kuzatganimiz yo'q u narsani. Masalan 5 yoshligini ekasizmi, 4 yoshligini ekasizmi, agar o'shaga paqirchada turgan bo'lsa, olib ekkandan keyin eng erta qilsa 3-yilda qiladi, bo'lmasa 4-5 ga o'tadi shu narsa. Shu maslahat bermoqchiman odamlarga. Ko'pchilik savol beradi, hozir o'sha sizdan misol uchun o'sha Jamoliddin akadan o'sha sotib olinsa, o'sha 1 yashar, uni yerga ko'chirsa, qachon hosilga kiradi deb ko'p shunaqa bo'lyapti. Ha, 4-yili, 5-yili hosil kiradi Marjon. 3-yili 50 ga 50. Farqi yo'q u. Yo'q, farqi yo'q. Xoviskana payvand bo'lgan farqi yo'q uni. Faqat yaxshi rivojlansa, kivi meva ko'taradigan darajaga kelgandan keyin u meva beradi u. Bitta bu narsada emas, boshqa daraxtlarda ham shu holat, shaftoli bor, o'riklar bor. Ular ham shu voyasiga yetgandan keyin hosil beradi u. Yo, xuddi shuni singari bo'ladi. Tushunadi. Savollar o'sha esimda tushdi o'sha. Yo, endi ko'pchilik tomonidan o'sha ko'pchilik aytadigan o'shani o'zi bering, endi hozir esimga tushgani shuda. Yo, meni ham o'zimdan so'radi ko'pchilik, shu meva qiladigan kerak deydi, shu bil meva berish kerak deydi. Endi bu narsani yerdan ko'chirgandan keyin tutib ketishi qiyinroq bo'ladi buni. Yerdan ko'chirgan ko'chat tutib ketish qiyin bo'ladi bundan. Keyin Gold bilan Haywardni farqi. Mazasidami yoki Gold bilan Haywardni farqi, Gold kivi birinchi o'rinda shirinligi yaxshi. Lekin saqlash muddati kam bo'ladi buni. Ha, saqlash muddati kam bo'ladi buni. Bu o'sha sentyabr oyini 10-15-sigacha bu o'sha pishib, nima deydi, deyarli tugash kerak bu narsa bu. Avgust oyini 20sidan boshlaydi bu Gold sortlari. Lekin saqlash muddati kam buni. Endi hozir mana muzlatgichlar ko'payib ketdi, o'shalarga qo'yib turib, yangi yilgacha bir dekabr, yanvar oyigacha olib borish mumkin. Lekin agar o'zini holati bo'yicha bu turmaydi. Tushunarli. Bu Hayward sortlari mana hozirgacha mana fevral, mart, aprel, may oylargacha, iyun oyigacha ham turishi mumkin bu Hayward sortlari.
Yutug'i shu ekanda. Ha, yutug'i shunday bo'ladi. Lekin bu ham qancha turgan sari shu hybrid sortlari pishadi. Yaxshi zo'r pishadi, goldni singari bo'ladi. Yana bitta savol tug'ildi avtomatik. Ko'pchilik o'sha deyapti, haligi telefon qilishadi, so'raydi. O'sha kattasini oldim 1 metr, 1,5 metrlik, keyin o'sha ekkandan keyin qurib qoldi. Keyin men so'raymanki, nima bo'lishi mumkin? U menimcha shu yerdan kovlab olingan bo'lsa, keyin stakanlarga o'chirgan. Shu haqida o'sha nima deysiz? Shu ish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bitta bu Kovlab olib, ya'ni o'sha salafanda keyin sotyaptilar-ku. Yo, bu narsani hozir shunday narsaki, masalan, boshqa ekinlarni qilish mumkin. Masalan, shaftoli o'riklarni chiqib sotishingiz mumkin. Lekin bu kivi sohasiga kelganda, kivi shunaqa narsaki, kaprezni injiq narsa bo'ladi. Shuning uchun kivini stakanda boqilgan bo'lsa, faqirchalarda bo'lsa, yoshidan qat'iy nazar 1 yilligimi, 2 yilligimi, 5 yilligimi shuni olib borib eksa 80-90% ko'karadi. Yerdan ko'chirilgan kivi ko'chatlari natija bermayapti hozir. Tushunarli. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Lekin birinchi o'rinda yerdan ko'chirilgan kivi sifati zo'r bo'ladi, ko'chat katta bo'ladi, xaridorgir bo'ladi, lekin ko'karib ketsa qiyinroq bo'ladi. Stressdan chiqishi qiyinroq bo'ladi. Endi yoshi katta, o'zi kichkina bo'ladigan bo'lsa, sifati kamroq bo'ladi, puli qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun u nimasiga arzimaydi. Tushunarli. O'sha nimalar bor. Ma'lumot berganingiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Hammaga sog' salomatlik tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.